Mana ish joy do'stlar. Assalomu alaykum aka-ukalar, yaxshimisizlar, opa-singillar, tinchmisizlar? Men Moskvada, metro Beloruskayda. Mana ko'ryapsizlar, 5-liniya. Beloruska 2-5 borda, 5-liniya birinchi yoqdan chiqib ketsa, mana shu yerda stroykada monolitga ishga odam qabul qilyapti. Brigadir bu yerda begona emas, o'zim hayotim misolim. Ishga sizlar taklif qilamiz. 3 mahal evichar, yotoq joylar tekin do'stlar. Har 15 kunda pul beriladi, lekin 15 kun zadishkasi bilan. Ishga kelgan odam bir oyda 15 kunlik pulni olib, keyin har 15 kunda olib ketaveradi. Men tepadan pastdan shu video qilganman, sizlarga ko'rsataman. Ekranda nomerlarga brigadirda WhatsApp'i bor, bemalol bog'lanib kelishlaringiz mumkin do'stlar. Tanish bilishlarga like bosib tarqatib qo'yingizlar. Hozir sizlarga bolni ko'rsatamiz. Yotoq joy Oshiyda mana shu o'rtada. Bu yerdan uzoq emas, yaqin. Shu yo'lning bu tarafida. Hozir ko'rsatamiz ish joylarida. 4,5 mingdan 5 ming rublgacha kunlaringizga yoziladi. Hozir Qatlavonda Chasoy ketyapti ish. Tepaga chiqqandan keyin avion ketadi, 30 etajdan ziyod bo'ladi dom. Kommentariyada o'z fikrlaringizni bildiringizlar, sizlarga chiqarib boramiz. Mana ish joy do'stlar. Qatlavondan ish ketyapti. Moskva metro Beloruskayda. 5-liniya, 1-yo'l. Tepadan ham ko'rsam o'zlariga qo'llama joyini ishlaydi. Murojaatlar uchun ekrandagi nomerlarga bog'lanib kelaverasizlar. Necha etаж dom bo'ladi? 32 etаж. 32 etаж bo'ladi ekan. Ana bunday baland bo'ladi. Ustakalarimiz urra-taka ishlayapti. WhatsApp bor ha, nomerda? WhatsApp qo'yiladi. Tepadan ham ko'rsatamiz sizlarga. Tepadan ko'rinishi. Pastdan chuqurdan kelyapti Qatlavondan. Bu taraflarda ham dom qurilish ketyapti. Moskvan patent kerak. Uydan yangi kelganlar bo'lsa, ishlab tursalaringiz hafta 10 kun patentga avansdan yordam qiladi. Dokumentlaringiz topshirib, olib, ishlab turib, ishlab tursalaringiz bo'ladi. Olaymi sizlarni ham? Hozir taraflardan ham aylantirib ko'rsatamiz. Katta obyekt. Bizdan yana chidash ketyapti. Bu vagonlar obitda kechqurun choy ichadigan joylar, kiyim almashtirayotgan. Razliolka nima dedi. Qo'l ko'tarib qo'ying. Gel ya. Bu boshqa obyekt, boshqa firma. Boshqa obyektda katta zdaniyaning ichida ishlar ketyapti da. Bu orqa tarafi narg'i soriqlar kiran reklama qilayotgan brigadirimizni qaraysiz. Aka-ukalarimiz, sizlarga hammasini tushuntirib o'tdim degan umiddaman. Ko'rgan bo'lsalaringiz videoni. Men o'zim bir nima aytish esimdan chiqibdi. Uzr. Soat 8 dan 7 gacha ish vaqti, kechki payt 7 gacha.
3 mahal yeb-icharlar tekin, yotoq joylar tekin. Mana shunday qilib ko'rsatib ketaveraman. Hali sizlarga ko'p ishlarni chiqarib boramiz. Yangiliklarda, stroykalardan sizlar doim kuzatishda davom etingizlar. Har doimgidek sizlar bilan Hasanjon Qo'shaqov va Hasan Musofir TV kanallarimiz bo'lib qoldi. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Tez kunlarda ko'rishguncha xayr.